xato bilan yozardik har bir so'zni. Maktab payti do'stlarim bilan ko'chada shomgacha shunchaki daydib yillar o'tganin sezilmasdan xato bilan yozardik har bir so'zni. Ayamasdan do'stlarim bilan ko'chada shomgacha shunchaki daydib yillar o'tganin sezilmasdan kimlar sariyatda vaqt hech kimni ayamasdan beshafqat qaritadi. Yurtlar qarqadi mana keldi endi mushlar sayrada hayotga salom va kimligan sayrada kecha o'qigan ishlarim va har kim o'z haqida qayg'u cho'shki endi mushlar qayerga hayotga so'zlaring minuta xabar biz tugadik yangi motanishlar va har kim o'z haqida qayg'u eski hayot boshlanib va qani bo'lalik do'stlaring minuta xabar biz tugadik yangi motanishlar sanga yaqinroq keldik eski hayot kam bo'larki xayolan screenshot qilishni faqat men bilan videoga sanab turib shuning internetdan o'zan olaman kam ko'rardik darsdan qochgan screenshot qilishni faqat men bilardim bahonalar turishni internetdan o'zat qilardik o'zaro kelishib soatiga deyarli dahonalar och qolganishi feldan qarzga mot qilardik o'zaro kelishib nimalar soatiga deyarli dahonalar vaqt qilib qo'yardi ko'p feldan qarzga qo'shni sinf bilan rahbarimizni separgandek qilib tuylardi birinchi bo'lsa sizda vaqt qilib qo'yardi ko'p onda sonda qo'shni sinf bilan separgandek bo'lib tuylar hech qanaqa belgilanmas hozirgidan ko'ra vaqti kelsa o'qituvchini ham sigaret cheksasa yaxshi bo'lasan deb kulayga hech qanaqa belgilanmas ketachi qizni topsam vaqti kelsa o'qituvchini har kunda kundalikni ham yaxshiroq bizga bizga begona deguncha ketachi qizni topsam ketaman so'rayman farrusiyonda kundalik sayhamma yashirgan o'sha paytda yoqtirmagan o'sha paytda beg'ubor sutkalarda borinab kurtkalar yurardik eski havorang sovet mashrutkalarda yoqtirmagan ruchkalarda beg'ubor sutkalarda borinab kurtkalarda yurardik eski havorang sovet mashrutkalarda zebra ruchkalarda ko'z osmoni qutqarardi nechta qizlar hayda ochilganida paylar o'tkalar uchun o'qiradigan saytlarda to'kilmas ayb bo'lgandi ko'z oldimizda o'sgan nechta qizlar hayb bo'lgandi statuslar qo'yish uchun o'qiradigan sayt bo'lardi toki aql kirganida hamma o'tardik svetoforlar sekund sanamasdi qad ko'targan daraxtlarni negadir tekkizlaganda yangi yil deb qaramasdi sanoying tashlaganda sekund sanamasdi qad ko'targan daraxtlarni negadir tekkizlaganda sariq 50 so'mlikni sanoying tashlaganda yoshlarga qaraganda jaloliddin mangubertini tangadan taniganda yo'qol 50 so'mlikni qo'shiqlar bemazadir agar yoshlarga qaraganda gazladalar bemazadir tangadan taniganda yo'qolgan tinglagan qo'shiqlar bemazadir agar tadbirdan bilganda gazladalar bemazadir va bitta GNP faydadan tinglagan o'qiganidek fiksi chorli boomerdan bilgan zakosga sekin to'lardi har bir bitta GNP ochiq faydalar bo'lardi o'rganidek seriallar qo'li qo'shnilar ketashab zakosga sekin to'lardi ayollar panikada ochiq balki populyar yoshlardi bilishganida xeyallar qo'ni qo'shninikida kimligini militsiya ayollar panikada yoltolmas rihishar bilishganida hech yo'q ko'ngli ochiq kechakichas kimligini militsiya juda ham kam bo'lgan yoltolmas rihishar dunyoda zaqqan olardi ko'cha ochiq chekichas suvoq ayol ichishardi juda ham kam bo'lardi hamma qavoyim o'ynashardi dunyoda zaqqan olardi yo'lchi rostdan to'q yashardik suvoqardi ichishardi har ishimizni tashardik chiroq to'chgani yashardik o'ynashib o'tirgandik yoki rostdan to'q yashardi avtoritet bilgandik har ishimizni tashardik chiroq shushgani bo'lgan bilan o'ynashib o'tirgandik faqat hoji boy bo'lgan avtoritet bilgandik ketadi telefon shushni o'ldiramiz go'yo do'standa hoji boy hayotda hech nima qilishga ham ketadi xud topganing bitta do'st va shu qilamiz kuzatgan faslarim hayotda hech nima qilishga ham emasman bilib tur topganing bitta do'st va shu qaysi ham keladi kuzatgan faslarim qariganda shaqashimda qaraganda inson bilim biz o'sha avlod qaysi ham keladi yillar o'tar dastini ham so'raganda tegmaganda bilmagan sevimli o'yinimiz o'sha anjo bo'lgan bizni bolalik barakamiz yillar lekin ham zo'r istalmagan bizning sevimli o'yinimiz chiqib borgan bizni bolalik paytlarimiz lekin hozir hamma internetga devona bo'lgan megabayt degan so'z hatto bizga begona bo'lgan raqib oqtarib lekin hozir hamma internetga devona bo'lgan megabayt degan so'z hatto bizga begona bo'lgan
marshrutka zebra ruchkalarda bor sutkalarda qo'ynimda kurtkalarda yurardik eski havorang sevgi marshrutka zebra ruchkalarda ko'zofani qutqarardi esimda hayda ochilganida paylar o'tkalarda o'qirdigan sayt bo'ladi toki aql hayb bo'lgandi ko'z oldimizda o'sgan nechta qizlar hayb bo'lgandi statuslar qo'yish uchun o'qirdigan sayt bo'lardi toki aql kirganida